Xonanda Rayhon oqqonga chalinganmi yoki saratonga? Azizlar, bugun barchasi fosh bo'ladi. Iltimos videoroligimizni oxirigacha ko'ring va bir dona like tugmasini bosib qo'yishni yodingizdan chiqarmang. Yetimlikda ulg'aygan, bolalikdan filmlarda rol ijro etib, katta sahnalarda kuylagan Rayhon G'aniyeva 47 yoshni qarshiladi. O'zbek shou-biznes vakillari orasida samimiyligi bilan ajralib turuvchi xonanda doim muxlislari ardog'ida. San'atkorning tug'ilgan kuni munosabati bilan uning oson kechmagan bolaligi, hayoti va ijodiy faoliyatiga nazar solamiz. Xonandaning katta bobosi Nabi G'aniyev o'z davrining mashhur aktyor va rejissyori bo'lgan. U o'zbek kino san'atining nodir durdona filmlari Nasriddin Buxoroda, Tohir va Zuhra, Nasriddinning sarguzashtlari va Farg'ona qizi kabilarni suratga olgan. Uning 4 farzandi bo'lib, ularning birortasi san'atkor bo'lishni istamaydi. Faqatgina o'g'li Hotamning farzandi Otabek G'aniyev bobosining kasbini davom ettiradi. Otabek G'aniyev 1977-yili aktrisa Tamara Shakirova bilan oila quradi. Ikki ijodkorning muhabbatidan qo'ng'iroq sochli qizaloq Rayhon dunyoga keladi. Avvaliga hammasi yaxshi edi. Otabek G'aniyev eng yaxshi rollarni ijro etayotgan paytda baxtsiz hodisaga uchrab vafot etadi. O'shanda Rayhon G'aniyeva 6 yoshli qizaloq edi. Oila boshining erta vafoti yaqinlariga oson kechmagani aniq. Xonanda 1 yoshdayoq filmda suratga tushgan. U 1980-yil O'zbek film kinostudiyasi tomonidan suratga olingan Leningradlik bolalarim filmida Xadichaning farzandi rolini ijro etgan. Xadicha rolini esa onasi Tamara Shakirova ijro etgan. Rayhon san'atkorlar oilasida tug'ilgan bo'lishiga qaramay, onasi uning bu kasbni egallashiga jiddiy qarshilik ko'rsatadi. Ammo odamlar orasida Rayhon G'aniyeva oqqon, saraton ekan. Shu bois unga ketma-ket mukofot topshirishyapti degan gap-so'zlar ham tarqaladi. Ammo xonanda bu kabi mish-mishlarga e'tibor bermay ijod qiladi. Keyinchalik xonandaning buyrak yetishmovchiligi bilan og'rigani va og'ir operatsiyani boshdan kechirgani haqida tasdiqlanmagan xabarlar tarqalgandi. Ammo xonanda hech bir intervyuda bu haqda gapirmasdi. 2020-yili esa bergan intervyusida jurnalistlarning og'ir operatsiyani boshdan kechirgani haqidagi savollariga quyidagicha javob berdi. Hayot va o'lim orasida bo'lganman. Bu haqda gapirish juda og'ir, deydi umumiy javob bergan xonanda. Rayhon G'aniyeva farzandli bo'lishni uzoq vaqt orziqib kutgan. 2014-yili esa bir emas, ikkita o'g'il farzandlarni dunyoga keltirdi. O'sha paytda bolalarni otasidan ajratish unga ham oson kechmagani aniq. Men birovning oilasini buzmayman va oilalar mustahkam bo'lishi tarafdoriman. Hamma inson baxtli bo'lishga haqli, degandi Rayhon G'aniyeva intervyularning birida. Farhod Alimov bilan qurilgan oila uzoqqa bormaydi deb hisoblaganlar ham bo'lgan, ammo Rayhon otani bolalaridan ajratmaydigan inson ekanini isbotlay oldi. U turmush o'rtog'ining farzandlarini oilaviy safarlarga olib boradi. Suratlarni ijtimoiy tarmoqlardagi sahifalarga joylashni ham kanda qilmaydi. Rayhon o'zbek shou-biznesidagi eng tartibli xonandalardan biri. U kunini to'g'ri taqsimlashni va ortiqcha insonlarga vaqt sarflashni yomon ko'radi. Xonanda 2023-yilda ijodidagi so'nggi konsertini taqdim etgandi. Endi konsert bermaslikni va bor e'tiborni farzandlariga qaratish niyatida ekanini ma'lum qilgan xonanda. Muxlislarining talabi bilan 2026-yilda yana konsert berishni ma'lum qildi. U konsert uchun obrazni tubdan o'zgartirdi. Uzoq yillar sariq sochlaridan voz kechmagan xonanda qora soch bilan yangi qiyofaga kirdi. Biz bilan qoling va kanalimizni kuzatib boring.